Bugungi avzorimiz melkashitovoy apolovka haqida. Bu melkashitovoy apolovkani yuqori bosimdagi beton quyish jarayonlarida ishlatsangiz bo'ladi. Xo'p, bitta melkashitovoy apolovkada ikkita ustuni, bular 4 ga 6, bitta belbog'i bo'ladi. Xo'p, bu 4 ga 4 bo'ladi. Yon tarafi esa 4 mm qalinlikdagi listdan tayyorlanadi. Orqa tarafiga keladigan bo'lsak, orqa tarafi 2,5 208 qalinlikdagi listdan tayyorlanadi. Zakazga qarab, xohlasangiz piniski faneradan qo'yib berishimiz mumkin. Bularni mana bunaqa klon orqali yopishtirsangiz ham bo'ladi yoki bolt geka orqali ham ustma-ust joylashtirsangiz bo'ladi. Xo'p, do'stlar, agar video yoqqan bo'lsa, quruvchi do'stlaringizga bu videoni jo'natib qo'ying. Like, obuna bo'lish esdan chiqmasin.